Sergeli Betongada Sokin makon жилой kompleksida 3 xona 71 kvadratli 13-etajdan kvartiramiz chiqdi. Kvadratiga $871 dan, ya'ni $61.900 ga obzor qilib beramiz. Kadastrlar chiqib turibdi, kaltdan tasdiq o'zida berib yuboriladi. Hovlilar ko'rishlaringiz mumkin, parkovkalari bemalol. Lifti mana 4 ta lift bor bitta etajda, ko'rishlaringiz mumkin. 4 talasi ham ishlaydi. Mana kirganimizda chap qo'l tarafda 2 ta kvartira bor. Bismillah, mana kirganimizda kirgan joy prikoshka, endi shkaf qo'yiladigan joylari bor. Sanuzillari alohida, mana ko'rishlaringiz mumkin. Sanuzillar alohida. Sanuzilning orqasida bu tarafda mana oshxonasi bor. Oshxonasi doktorning katyonlari, gaz plitalari, shochlar hammasi qo'yilib turibdi. Yashashga tayyor, sovuq suvlari, elektr hammasi kelib turibdi. Bu yerga stol qo'yib choy ichadigan joylari bor. 120 ga 3 metrli balkoni ham bor. Sразу reshetka qo'yib tashlash kerak. Bu yerda mana o'ng qo'lda birinchi xonasi, mana ketgan hamma xonalar alohida. Uni o'tganda mana ota-onalar yotoqxonasi. Oxirida kattakon zali. Mana emulsiya qilib qo'yilgan go'stremont deyiladi. Kirib yashashga tayyor hamma ishlar bo'lgan. Kvartira faqat naqdga sotilinadi. $61.900, 71 kvadratdan sal ko'proq chiqadi. Kvadrati bir $850 dan aylanadi. Kadastrlar chiqib turibdi. Kalt notariusning o'zida berib yuboriladi. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'ring. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.